Apparis mashinik. Bu yergacha sement qilganda, bu yoqqa sement qilmagan. Bu meni xonavayron qildi. 4 yil bo'ldi-ya bitqizganiga. Mashinik, apparis. Usta bizning usta ham degan orqalaman. Assalomu alaykum tog'a. Qo'lingni ol. Tog'a, nima chap tomoningiz bilan turganmisiz? Nimaga deb pul olgansan? Qani beton. G'ishdan aylantirib tuproq to'ldirib qo'yibsan. 16 etajli domni qurib, odamlar yashayapti. Tog'a, nuqul meni qo'ygan qoniganda, menga osonmi? Men ham tezroq sizga topshirib, uyda o'zi boshqa ish olish niyatidaman. Topshir. Endi bunday o'ylab ko'rsam, yaxshi ovqat, yaxshi dasturxon, tashlab ham ketgim kelmayapti-da, tog'a. Tashlab ketgim kelmaydi. Mana bu joyga menga sementga pul olib, g'ishdan qilib tuproq to'lg'izib qo'yibsan. Nega tomdan quyosh bo'lsa ham chakka o'tib yomg'ir tushadi? Tog'a, siz ham bopladingiz-da. Bilasiz, hozir global o'zgarish bo'lyapti. Ob-havo aynib turibdi. Bu sinoptiklar aytishi bo'yicha Antarktidada haligi muzlar eriyapti ekan. O'shaning hisobiga yerda kuchli magnit bo'roni bo'lyapti ekan. Tog'a, bo'ron senga bunga nima daxli bor? Ana shu bo'ron bo'lgandan keyin namlanish hosil bo'ladi. Demak, ob-havo albatta hammasiga ob-havo, hammasiga sinoptiklar, hammasiga gidrometeorologlar sababchi. Ular ogohlantirsa bo'lardi-ku. Men o'shanga qarab sal bu tomondan qilib, g'ishimday qilib, avalni qilib solardim. Senga yaxshi maslahatim, sen ustachilik qilma. Sen ana Orolning muammosi bor-ku, Orol dengizi. Ana shu muammoni yechimga borishing kerak. Sizni tugatdik. Shu menga javob bersiz, ketsam. Bittimi shu? Endi qolganini sekin-sekin o'zingiz qilib olaverasiz, tog'a. Alexga murojaat qildingmi? Berdim e'lon. Men ham endi boshqa ish. Yana menga o'xshab kimdir azoblanar ekan. Yaxshi, pulning uyda. Yur, uydan olib beraman. Berasizmi? Yur. Yaxshi, yur. Ketdik. Yur, cho'q. Voy. Tog'a. Yur uyda. Jonimga tegib ketdi o'zi bu tog'a. Tezroq. Nima turibsanmi? Tog'a, so'rashar ekansiz-ku. Shapati qo'yib yuborardim-u. Tog'a, lekinchi sizni shunday o'rganib qoldim-da, tog'ajonim. Meni jonimga tegding-a? 10 ta qog'oz. Tog'a, bu hammasi bo'm-bo'sh oq qog'ozlar-ku. Bu kechqurun haligi Antarktidadagi yer bunday burilganda suv bizni uyga tushar ekan-ku. O'shanda meni cho'ntagimdagi bor kishimimdagi pulga suv tushib, anomal o'zgarishlar bilan haligi ichdagi rangi o'chib ketibdi-da. Qo'ying-a, men qog'ozingizni. O'g'rini qaroqchi uradi deb shuni aytishadi-da.